ikkinchi kurs psixologiya yo'nalishi talabalari o'rtasida o'z kelajagim uchun o'zim mas'ulman mavzusida davra suhbati o'tkazildi. Bu davra suhbati asosida barcha ichki tartiblar, universitetning birinchi ichki tartiblari tushuntirildi. Nima uchun bu kasb xilli kasb tanlangani to'g'risida davra suhbati olib borildi. Davra suhbati davomida barcha professor o'qituvchilar o'z samimiy suhbatlari bilan talabalarga tushuntirish ishlari olib borishdi. Psixologiya kasbiy fanlar fakultetida aynan psixologiya kafedrasi ustozlari bilan hamkorlikda o'z kelajagim uchun o'zim mas'ulman shiori ostida davra suhbati bo'lib o'tdi. Bu davra suhbatida asosiy qaratilgan e'tibor psixologlarimizning, bo'lajak psixologlarimizning kasb etiketi, kasb tanlovi va kasbim faxrim mavzusidagi ularning qarashlari haqida suhbat olib borildi. Qolaversa, aynan mana shu yo'nalishda insonlar nima uchun ehtiyoj sezadi, aynan bularning kasbi nuqtai nazaridan kelajakda qanday odim tashlashlari mumkin, qanday xalqaro darajadagi loyihalarda qatnashishlari mumkin. Umuman Ma'mun universitetida psixologiya yo'nalishida tahsil olar ekan talabalarimiz bu kasb nuqtai nazaridan qanday yutuqlarga erishishlari mumkinligi haqida batafsil ma'lumot berildi. Qolaversa, bugun mamlakatimizda yoshlarimizga ajratib berilayotgan shunday keng imkoniyatlardan to'laqonli foydalanish, o'z kasbini to'g'ri egallash va o'z kelajagi uchun mas'uliyat hissini, daxldorlik hissini his qilishlari uchun menimcha ko'pgina tavsiyalar, takliflar berildi. Yoshlarimiz tomonidan berilgan savollarga javoblar berildi va har qanday vaziyatda bugungi kun yoshlari har doim, har daqiqada o'z ustida ishlashlari kerakligi, jahon standartlari talablariga javob bera oladigan kadrlar, salohiyatli yetuk mutaxassis bo'lishlari uchun harakat qilishlari kerakligini anglab yetishdi deb o'ylayman.